Bu qizaloq Buxoroning chekka qishlog'ida dunyoga kelgan. Ota-onasi oilaviy sharoitni yaxshilash uchun ikki farzandini keksa buvisiga tashlab Rossiyaga ishlagani ketadi. Shahina ota-onasining og'ir sharoitda ishlayotganini yaxshi biladi va ularga ko'maklashish uchun o'qishi kerakligini anglaydi. Vaqti kelsa repetitorga pul berisha olmaydi va Shahina ingliz tilini mustaqil o'rganadi. Oiladagi moliyaviy qiyinchiliklar, o'ziga berilgan past baho va tanlovlardagi adolatsizliklar. Shahina ko'p bor maqsaddan qaytmoqchi bo'ladi, ammo buvisi bunga yo'l qo'ymaydi. U 16 yoshida IELTS imtihonidan 8,5 ball to'playdi va 1700 ta iqtidorli o'g'il-qizlar ichidan Amerikada o'qish uchun grant yutib oladi. U hayotda pul va to'siqlar hech narsani hal qilmasligini, qishloqda yashab, bilimi orqali Amerikada o'qish mumkinligini isbotlay oldi. Oddiy oilada tug'ilganman. Ota-onam oddiy ishchi bo'lishgan. Birinchi sinf tugatganimdan keyin otam ham, onam ham Rossiyaga ishlashga ketishlariga to'g'ri kelgan. Men buvimlarnikiga ketganman. Buxoroda tug'ilgan bo'lsam, buvimlar Navoiydan bo'lganlar. Navoiyning Qiziltepa tumaniga ko'chib borganmiz. Buvim bilan o'sha yerda yashaganman. Birinchi sinfdan to 8-sinfni tugatgunimcha buvimlar katta qilganlar. Maktabdan ta'tilga chiqqan paytimiz 3-sinf edim. Adashmasam, buvim qo'limdan yetaklab ingliz tili ustozimning uyiga olib borib qo'yganlar. O'rgating ingliz tilini deb. U yoqda hamma bir 10-15 ta kishi bilan uyda kurs bo'lardi ingliz tilidan. Kichkina. Men shunda o'qirdim. Yozdagi nima tugagandan keyin men yana o'qishni xohlab qoldim. O'sha 3, 4, 5-sinfgacha ingliz tilini o'rgandim. O'qituvchim bilan birgalikda ayrim paytlar o'zim alohida shug'ullanib o'rganardim. Baribir o'zgina nimadir yetishmayotganini his qilganman, chunki ko'pchilik tumanda, shaharga, viloyatga borganimda olimpiadalar bo'yicha ko'pchilik o'quvchilarda yaxshi og'zaki nutq juda ham kuchli, chiroyli rivojlangan bo'lardi. Men Tesladan maksimal ishlagan paytimda ham og'zaki nutqim uncha yaxshi bo'lmagani uchun past ball olib qaytib kelganman. Juda ham xafa bo'lganman. Mana shu nuqtada bo'ldi, men og'zaki nutqni ustida ishlashim kerak ekan deb tumanimdan chiqib shaharga o'qituvchi qidirib borganman. U yerda o'qituvchi topganman, lekin juda ham qimmat bo'lgan. O'sha paytdagi oilaviy sharoitimizga to'g'ri kelmas edi. Oyiga $100 so'raganida bir oy uchun ota-onamni zo'rg'a ko'ndirib borganman. Bir oy o'sha o'qituvchi bilan ishlaganman va ulardan o'rgangan bilimlarimni keyin bir oydan o'tgandan keyin o'zim 1 yil 2 yil davomida shug'ullanib o'zimning ustimda yana qayta sayqalab kuchaytirganman. 7-sinf paytida til olimpiadasidan yutishim kerak bo'lgan viloyatdan, chunki tumandan yuqori ball olib chiqqanman. Tumandagi hamma menga viloyatdan yuqori ball olasan, viloyatdan o'rin olishing kerak, birinchi o'rin olishing kerak deb meni yuborishyapti. Maktabimdagilar, tumandagilar. Viloyatga chiqqan paytimda eng kuchli o'quvchilar o'rtasida meni ataylab eng pastga tushirib qo'yishgan. Hatto men eng zo'r javobni bergan bo'lsam ham, harakat qilgan bo'lsam ham, ertasi kuni men bir balgina bilan 2 yoki 3-o'ringa tushib qolishim mumkin edi. Mana shunaqa holat bo'lgan. Birinchi kuni u paytlar olimpiada 2 kun bo'lardi. Birinchi kuni og'zaki nutq bo'yicha va test og'zaki nutq bilan reading testlari bo'lardi. Mana shu joyda ataylabsan mana shu so'zni xato o'qiding deb ballimni bir palga pasaytirishgan, lekin shu so'zni xato o'qimagan bo'lsam ham hech kimga bu narsani isbotlab ham bera olmaganman. Hamma yo'q, sen shu narsani xato o'qigansan deb meni o'sha bir balga pasaytirib yuborishgan. Uyga borganman, yig'laganman, juda ham qattiq tushkunlikka tushganman. Ertasiga kelganimda o'sha grammatikadan test ishlashimiz kerak. Xato qilishga menda umuman imkoniyat bo'lmagan. Agar bitta xato qiladigan bo'lsam ham, men o'sha pastga tushib o'rin ola olmasligim, respublika bosqichiga chiqa olmasligim mumkin bo'lgan. Shu juda ham katta mas'uliyat bilan kirgan bo'lsam, bitta ham xato qilmasdan chiqib kelganman va o'sha paytda eng yuqori ball olganman viloyatda olimpiadadan va respublikaga chiqqanman. Respublikaga borgan paytimda endi speaking bo'yicha yana o'xshash bo'lgan. Yana bitta narsadan yana speakingdan past ball olganman va o'sha joyda onamga nima uchun men bu yoqlarga keldim, nima qilib yuribman, bular qayerda yuribdi, men nima qilib yuribman, meni o'rnim emas bu yoq degan
e'tiroz bo'lgan onamga nisbatan judayam. O'sha paytda oyim menga telefon qilib aytganlar, qara san tumandan yutolmagan eding birinchi yil qatnashganingda, viloyatdan yutding hozir ikkinchi marta qatnashayotganingda, respublikaga kelding, shuni o'zi san uchun juda ham katta o'zgarish, juda ham katta intilish, harakat qilsang keyingi yili bundan ham zo'r bo'lasan deganlar deyishganida, kelasi yili haqiqatdan ham viloyatda 100 ball olganman. Respublika o'sha paytda bo'lmagan, respublikada bo'lganda ham hatto yuqori ball olgan bo'lardim. Onam, otam emas, onam bo'ldi, ishlashni yig'ishtiraman, undan ko'ra qizimga o'qishiga yordam beraman deb Rossiyadan qaytib kelganlaridan keyin Buxoroga ko'chib ketganmiz. Ukam, men, oyim birgalikda Buxoroda yashaganmiz. Va mana Buxorodagi juda ham boy bilan boradigan nima maktabga yuborishgan. Haqiqatan ham atrofga qarasam, hammada moliyaviy tomondan menga nisbatan anchagina kuchli bolalar o'qiyotganini sezganman. Lekin meni asosiy maqsadim bu yerda o'qish bo'lgan. Matematikani, ingliz tilini juda ham chuqurlashtirib maktabda o'tishardi. Undan tashqari men ingliz tilini o'zim kurs topib, kursga borib ingliz tilini o'rganishim kerak edi. Lekin bir nechta kurslarga borganman. Buxoroda o'sha paytlar kursga borish uchun ataylab kursga kirishdan oldin test olishardi. Ikkita juda ham mashhur o'qituvchini kursiga borganman, meni oling, o'qiting deb. Moliyaviy, masalan, o'sha paytda moliyaviy sharoitimiz o'sha kursga yetadigan bo'lsa ham, baribir kurslar meni qabul qilishmagan. Chunki savol so'rashganda qoidani men tushuntirib bera olmaganman. Nima uchun shu narsa, shu qoida ishlash kerakligini men tushuntirib bera olmaganman. Ikkita kurs ham kechirasiz, siz bizga to'g'ri kelmas ekansiz, ingliz tilini yetarlicha bilmaysiz, bizani o'quv dasturimiz siz uchun qiyinlik qiladi deb qaytarib yuborishgan. Shundan keyin bo'ldi, o'zim o'qiyman deganman. O'qiganman, 3 oy 4 oylab o'zim shug'ullanganman, o'zim ustimda shug'ullanganman va o'sha paytda mock test ishlaganimda 6,5 ball chiqqan. Keyin onam men uchun kurs qidirib o'zlari bu shaharga chiqqanlar. Bilmasdan Xitoy tili deb yoki koreys tili deb boshqa bitta kursga kiraman deb ingliz tili kursini topib qo'yganlar. Kursni o'qituvchisi bilan gaplashganidan keyin sразу meni olish uchun maktabga kelganlar. Maktabdan men darsim tugagandan keyin chiqib kursga borganmiz. O'qituvchi mendan savollar so'ragan, javob berganman. Unda ham qoidani to'liq tushuntirib bera olmaganman. Sandan nimadir chiqsa bo'ladi deb meni kursga qabul qilgan, darsga qatnashganman va har kuni kursga borardim. O'sha paytda kursni puli bir yil uchun to'liq to'lash kerak edi. Bir yil o'qimoqchi bo'lsang, bir yil IELTS ga tayyorlanasan, bir yilga 7 million so'm to'laysan, o'qiysan degan edi. Oyim meni tashab kursga mayli o'qigin deb qo'yib, keyin buvim chaqirib yana Buxoroga, meni tashab yana ketganlar Rossiyaga. Qayta shu kurslarga pul topish uchun, chunki men bitta ingliz tili emas, boshqa fanlardan ham kursga borishimga to'g'ri kelgan, o'qishim uchun pul yig'ish kerak bo'lgan, hamma narsa uchun baribir moliyaviy qanaqadir baza bo'lishi kerak bo'lgan. Oyim buvimni chaqirib meni tashab yana qayta ketganlar Rossiyaga. Men Buxoroda yana buvim bilan yashab, ingliz tilida kursga borganman. O'sha paytda buvim qari edilar juda ham. Va Buxoroda yashashda masalan bozor qilish bo'ladimi, boshqa narsami, uydagi ishlar bo'ladimi, hamma narsani men o'zim qilishimga to'g'ri kelgan, chunki oilada ukam maktab internatda yashaydi, borib o'sha yerda uxlab o'qiydi, ishlaydi. Men bu yoqda o'zim ham o'qishim kerak maktabda, ham kursga borishim kerak, ham uydagi hamma narsalar mening mas'uliyatimda bo'lgan, chunki buvimni baribir men 60-65 yoshdagi odamni men yubora olmayman-ku bozorga borib kelishlariga yoki boshqa narsalarga. Hamma narsani o'zim qilishimga to'g'ri kelgan. Shunda ham kursda o'qish uchun juda ham qattiq shug'ullanganman, chunki IELTS o'sha paytda 8 oladigan bo'lsang, Xitoyda grant bilan o'qishing mumkin deb menga o'qituvchim aytgan va shu narsani eshitganimdan keyin men Xitoyda grant bilan o'qishim mumkin ekan, menga IELTS 8 kerak ekan deb erta kecha o'qirdim. Ishonmaysiz, soat 12 gacha kunduzi soat 3-4 larda maktabdan keladigan bo'lsam 5 gacha kursda bo'lardim. 5 dan keyin uyga kelib soat 7 gacha ishlarimni qilardim. 7 dan to soat 12 gacha yana kursni, darslarini qilib chiqardim. Lekin shu narsa uchun ham juda ham o'zimdan minnatdorman, chunki qilish kerak degan narsani qilganim uchun ham bir yildan keyin IELTS 8,5 ball olganman. 2019-yili o'sha kurslarimni tugatganman, ingliz tilini ancha yaxshi o'rganganman. O'zim
o'qib tugatgan kursda ingliz tilidan dars berishni boshlaganman. Maktabni tugatmagan bo'lsam ham maktabdan keyin chiqib borib dars berardim. Bizada xabar kelgan, shu Amerika elchixonasi tanlov uyushtiryapti ekan degan, Education USA Academy degan tanlov bo'lyapti. Qatnashmoqchi bo'lganlar mana shunaqa insho yozish kerak, mana shunaqa baholari bo'lishi kerak, maktabdagi baholarimni hamma narsani. Tanlov haqida hujjatlar olish tugashidan 3 kun oldin eshitganman. 3 kun ichida ham maktablarimdagi baholarimni tarjima qilib kelishim kerak bo'lgan, insho yozishim kerak bo'lgan, chunki Amerikada elchixonadan grant yutish uchun eng asosiy narsa bu baholaringiz bilan insho. Ular sizni sertifikatingizga yoki boshqa narsaga qaramaydi, asosiy inshoingizga qarab sizni tanlab oladi. O'zi rostdan ham bu odam shu grantga loyiq odammi deb. Men shu inshoni yozishim uchun 3 kun vaqtim bo'lgan. 3 kun davomida hamma narsani yig'tirib mana shu inshoni yozaman deb o'tirib ustida ishlagan bo'lsam, hech qanaqa ilhom kelmaganda, yozgan narsalarim hammasi banalniy, oddiy, hamma takrorlanishi mumkin bo'lgan, o'zimni haqiqiy o'zimni yoza olmaganman, harakat qilganman maksimal darajada mukammal odam sifatida o'zimni ko'rsatib berishga. Ustozim bu narsani yo'q, bu o'qituvchi, bu o'tmaydi, Amerika elchixonasi bu narsani qabul qilmaydi deb qaytarib yuborganlar. O'sha ertasiga soat 12 da inshoni topshirish kerak. Men kechqurun hali inshoim yozib tugatilmagan. Kechqurun o'shanda uyimizda chaqaloq bor edi. Kenoyim biz bilan yashardi. Mana shu chaqaloq uyg'onib ketib, baribir kechqurun chaqaloq uyg'onib yig'laydi-ku. Mana shu paytda men ham uyg'onib ketganman-da, birdaniga ilhom kelib ketgan. Men shu narsa haqida yozaman deb turib kechqurun sirasi yozganman-da, hamma narsani ertalab yopganman-da, uxlaganman, ertalab turib qarasam, haqiqatan ham yaxshi ideya kelgan ekan, yaxshi insho yozgan ekanman. Keyin qayta uni tahrirlab, o'tkazib, soat 12 gacha vaqtida topshirganman. O'shandan keyin kutmaganman, o'zi to'g'risini aytsam, yutaman yoki yutmayman, qanaqadir natija o'zimdan kutmaganman, lekin bir hafta o'tgandan keyin menga emailimga сообщение kelyapti. Siz Amerika elchixonasidan o'tkazilgan tanlovda birinchi bosqichdan yutdingiz, ikkinchi bosqich uchun bir haftadan keyin Toshkentda Amerika elchixonasiga kelasiz degan. Men boshida tushunmaganman, rostdan ham men yutganmanmi yoki meni kimdir mashinachisiz qilib men ustimdan kulyaptimi, boshqa narsa bo'lyapti, men tushunmaganman. Keyin telefon qilib so'raganman, "Ha, rostdan ham siz yutgansiz, elchixonaga kelishingiz kerak. Mana shu kuni, mana shu yoqda sizda nimangiz bo'ladi. Intervyuingiz bo'ladi" deb. Keyin buvim bilan Toshkentga kelganmiz elchixonaga. Qarayapman atrofda hamma erkin gapiryapti. Men hayronman. O'zim bu yoqda nima qilyapman? Qanaqa qilib bu yoqda tushib qolganman men? O'zim bilmayman. Atrofdagi hamma erkin gapiryapti, erkin his qilyapti o'zini. Men hayronman, chunki bu men uchun juda ham katta yangi tabiat, yangi muhit. Intervyudan o'tgandan keyin, shu bir haftadan keyin Navruz payti edi. Navruz payti buvim yo'q uyda, bitta o'zimiz ukam bilan o'tiribmiz. Menga emailimga yana xat kelyapti, siz yutdingiz degan. Men uchun Navruzda eng katta sovg'a shu bo'lgan. Birinchi marta esimda qoladigan eng katta bayram bo'lgan o'sha. O'shanda o'sha paytlari onam Amerikaga ketishim uchun grant yutganimni, o'sha Amerikaga ketishim mumkinligini eshitib xursand bo'lganlar, lekin baribir juda ham katta umid bermaganlar menga. Juda ham umidvor bo'lma, baribir o'xshamasligi mumkin, vizang chiqmay qolishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin deb juda ham katta umid bermaganlar. Chunki men 16 yoshli qizman, voyaga yetmagan odamni yuborish uchun chet elga ota-onasidan доверенность kerak bo'lgan. Otam menga доверенность berish uchun yo Toshkent kelish kerak bo'lgan. Toshkent kela olmaganlar. Rossiyadagi доверенностьdan yuborganlar, lekin bu o'tadimi yoki yo'qmi tamojnidan umuman bilmaymiz. Shu katta risk qilib chiqib ketganman. O'zi ketishimda shu даже uchib ketishim ham aniq bo'lmagan, chunki доверенностьni menga berilayotgan ota-onamdan rozilikni qabul qilmasligi mumkin bo'lgan. Lekin o'sha Amerikani nimasiga yetib kelgandan keyin, chegarasiga yetib kelganimdan keyin, pasport kontroldan o'tgandan keyin o'sha Welcome to America deb chiqadi yozuvlar Washingtondagi aeroportdan. O'sha chiqqandan keyin oxiri o'zimni his qilganman, rostdan ham men Amerikagacha yetib keldim deb. Juda ham qiziqarli, men uchun hayotimni eng ko'p o'zgartirgan voqea mana shu bo'lgan.
U yoqdan kelganimdan keyin haqiqatdan ham mani imkoniyatlarim cheksizligini, bilimim bo'lsa hamma narsa qo'limdan kelishini tushunib yetganman. Kimdadir pul bo'lishi mumkin, kimdadir sharoit bo'lishi mumkin, kimdadir eng yaxshi o'qituvchiga borish uchun sharoit bo'lishi mumkin, kimdadir даже o'sha grantni yoki даже o'sha olimpiadani yutish uchun orqasida kimnidir bo'lishi mumkin, lekin agar sen bilimli bo'lsang, sen o'zingni biliming shunchalik kuchli bo'lsa, bazang, fundamenting kuchli bo'lsa, hech narsa seni yo'lingni to'sib qo'ya olmas ekan. Shu narsani tushunib yetganman o'shandan keyin.